telefon majrasini birini deb beray. Bizning ma'lum bir 3 akamaqimizniki ayoli, 3 ayol birlashib shu Nilqinayisiga bir o'ynab kelamiz, mehmon bo'lib kelamiz deb chiqib ketibdi tuqqanlar aka. Chiqib ketib bir hafta qoldi kelmabdi-da, u ayollar aralab uyga telefon qildi ekan. Telefon yo'q, qachon kelisizlar? Biz tamoqsiz qoldik. Desa, o ayollar sayroq chiqib qolgan kun po'chi. Voy, bizni urug' tuqqanlar qo'yib qo'ymayotdi qarang. U chaqirdi, bu chaqirdi, biz yana 15-20 kunda kelamiz. Degandan keyin bu telefonni qo'yib xotirjam bo'lib ketdilar. Bularning maqsadi ayollarning qachon kelganini bilib olmoq ekanda. Shu bilanlar uchchi maslahatlashib, ayollar yana 15-20 kunda keldi ekan. Mana shu fursatdan foydalanib men bir cho'kandan chanqo numerini bilaman. Chanqo qilimiz qaytirib qolsa, do'stlarni chaqirib o'tiramiz deblar shunlar yiliq cho'kanga chanqo qilibdi bular. Chanqoni qilib, chanqo qaytdi deb saqlab turdi. Saqlab tursa, o'zining ayoli urib qoldi telefonni. Urgandan keyin o'yliq cho'kandan qaytgan chanqo deb uqmaylar, telefon ilib, "Voy, qanday jinim?" degandan keyin o'zining ayoli, "Voy, nima bo'ldingiz? Voy, nima bo'ldingiz deysiz? Fursat bu. O'ynaymiz." degan ayol, "Voy, nima qildi bu sarang?" "Voy, sarang deysiz, bu nima? Voy, o'ynaymiz deyman." degan ayoli, "Hep 5 yil aytgan men." Shuni o'zing ayoli choppudan turib ketdi. "Ha, kelavdiz kambiga ashtat yurishtiribmiz da" deydi. O'sha hozirgi o'smir bolalarning ba'zan bir bergan javoblari odamni qoyil qilib qo'ydi. 3 o'quvchi bola o'tirib, o'zlarining dadasini maqtashib, qo'yibdi-da, bir suhbat. "Mening dadam degan shaharning boshlig'i. Har qanday idoralar berib, har qanday kirib, oshqo'las ishlaydigan necha ming odam bor. Har qanday odamni qo'pidi, o'tirdi, oni qilas qildi, mani qilas qildi." Debdiga shu bilan yana bir suhbat. "Mening dadam general, necha ming askar deganda, meni ayaga opirib qo'ydi, menga gap qilsa gap qo'ydi." Dasa 3-chi bal turib ketib, o'sal kambag'alroq namozga. "Sizlarning dadanglar hech qancha emasga. Mening dadam degan bo'g'a, general bo'lamdi, shahar boshlig'i bo'lamdi, yo shuji bo'lamdi, beshini ko'tardi, ingshida qo'pas qilib o'tirdi. Qanday? Sening dadang nima ish qildi? Mening dadam satrash degidek." Bu safarga chiqqan bo'lsanglar bilasizlar, yo'lninki oshqanlari tozliqmi yaxshi emas, uningki mulozimat yaxshi emas ekancha. Ba'zan bir yerlarda safar ustida tomoq tushib qolsangiz, qiynalib qolsizlar. Shunda bir safar ustida bir oshqan tushib qoldi ustamaqa. Ko'naroq oshqan ekan, tozliq yaxshi emas ekanda oshqandan. Namashamda kiribdik, lag'mandan 3 nil dedik akeldi-da. Men bu tomoqimni yeydib, shunda cho'kaylan ko'chilsam, bir chivin chiqdi. Ayazliklar bo'lib qolgan ishlar deb ip tashib yetib, yo'lni bir ko'charsam, yana bir chivin chiqadi-da. Shunlar achchiq kelib oshpaz chaqadi va "Bakilma" desam, "Nima bo'ldi?" "Voy, bu tomoqingizda chivin chiqiydi-ku" desam, "Odam, shunchalar olg'isam yana bor ekan." Bir chivin keldi. Jani 6-rayondagi yeri qizlar. Shunda yo'lisi bir oshqon chiqib qoldi. Sada Çıplak qarsak, uyquchiray, o aşqandan odamlarga xo'shaqmay qolibdi-ki. Shundan aşqan kirib olsak, bir fuyan bola, bir tatmida cho'q ko'tarib chiqib turgan, o. Pozliqli bir chiqib ketdi yo'lga. Chiqib ketdi, ustozi say qo'riyotib, onda yana bir sayoqlab o'tirgan bir ayol kishi ekan, shuni ko'rdi. "Oyshamxon, o cho'qni yevasizlar, mehmonlar rasvos kuydi" desa, o oyoq faqat qo'shaqmay turibdi-ki, beshini ko'tarmay turib, "Dasimiz kuymaydi." Yuzida bir toz birsiga qazib qolibdi. Bu tozning beshida 4 talla chechib olganda. Oğlan o kazva söyleydi ki bunu. Pulni depamamsa pulni desa, o toz qopab deydigan, "Ey, shahar kirib, o birsin tuturdigan pul apirma." Voy, bu turibgina men mushkulat oldirash. Degan o kazdaning ochiq kelib, "Voy, nimaga oldirashyapsan?" desa, "Beshida 4 talla chechib toz."
O Ahmet'im sen hoca bekam oy. Müşküllerde çiçimde dolu işim var benim. Dese o kazdamı kızılken bir çıkım onda karısı tüt dallı çeşmerken de işin düştüyken tükeydiken bu adam. Bir intayin araqqa amraq bir adamning ayoli bir kuni cho'nglarni yig'ib murojaat qilibdi. Mushu araqni tashlamasangiz men uy tutmayman siz bilan degankin. Va bo'ldi, uyim uy qolsin, araqni tashlaydi va'da qilibdi-yu, ammo araq amraqdan 3 kun bo'lgan yana ichib o'tdi-da bu. Ichib olib mas bu, uyi binodi ekan, palampayda chiqib ketib, yiqilib mayarni yerib olibdi bu qapig'ini. Endi bu qapig'ini ayol ko'z so'qishida bu mas'ul qolibsiz deb. Shuni yo'shiraman deb bu suqaniga kirib, men dokini qo'yib, jabolar chiroyli temib bu xiyolda. Kirib uxlaydi ekanda, ammo attigini ayol suqaniga kirib chiqib buni bilan so'qishdi. O işçisiz-ku. O ne düştüm ben? O beş şunu aytgan. Arak içmişsiniz, mas'ul mısınız? Daki bilan javobini aynak chaplab qo'yamsiz. O o'zimni tanıdımda aynakda. Acayip yumuşak, boş ayol kişinin işini pişiriydi gayerlavaçı. Yezde aşındak bir rezingidek bir adamga bir ayol tegib qoldi. Qo'shlarning salasidan da tegib qolsa bu adam erkishdak emas. Bu so'llanishla gaplarni yumshoq aytib yurgan. Ayolning bir kuni ish pishib, ajrashiman men siz bilan. Juring, sizmi ermi? Juring debla. Öyle xat kechirib boshlab bordi ekanda. Mangandan keyin ketib olsa bir o'standa bir 10-15 ta gaz yurgan endi. Bu gazning orasi birsi aka gaz ekan, qolganlari mekan ekanda. Bu aka gaz suvning o'tirida yurdi ekan, bir mekan gaz suvda chetdan ketib aka gaz joyi turiblar. Qanot uriblar. Deb ketgan yo'q, mekan gaz pala ushib ketdi. Kelgandan keyin bu odam yiliqini ko'rib, yig'lab ketibdi-ku. Qo'ti, nim qilgan qajirsan men bilan. Ko'dingmi 10 necha mekanni bir aka gaz shunda boshqaryotdi. Oqira neri ketib qo'yish qo'ydi deb paloqlab keldi. Men sana shunda vaqirab boqdimmi? Desa ayol, "Ma besh shunga aytgan. Voy, sening ish g'alchilik g'ururing bo'lmadi" dedi. Bu masla alomat bo'ldi-ki, 6 masning orasida butun chaqirib oldi meni. Daryo edi-da, 6 masning orasida chaqirib, "O, Ahmadjon" deb tushib oldi. Yoqday desam bu mas'ulga g'araz qilmaydi, qapchilik bo'ldi, bo'pti deb o'tirdim edi. O'tirib edim, shu restoranning lobini bir saraliq dutachi bo'lib ekan, naqsh etadigan. Shuni avtibdi, Ahmadjon kelibdi, bir naqshidan bir etib 6 mas yo'lga suydim deb. Bu bola kelib duta bilan naqshini boshladi bu yerda. Ammo 6 mas bu bolani kelib naqsh etayotgan o'qimaydi-da. Buning naqshi qiziq. Toza chilib, "Talim, kajdur mening Mansam tutamga kirdi tikan" desa haqqıdan bir mes. Qarab masamımda kalvar.